Assalomu alaykum akalar, tuzimsizlar, sog' salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? O'choqlarni bitta obzor qilamiz. Aravonda Tepaqo'rg'on degan yerdagi yer o'choqlarimiz bu qator bitta. Birinchisi moyka, akrilovый, многофункциональный, pianino. Keyin рабочий stol, taylarida ham рабочий stol. Eshiklari bor, o'tin qo'yadi, ya'ni chiqindi qo'yadi. Рабочий stol, bu yerda idish tovoqni yuvib qo'yadi. Ustiga idish tovoq qo'yadi. Ustilarida ham anaqa polkalar bilan bo'lgan. Chorniy novar degan g'ishta. Undan keyingisi rossiyskiy qozonimiz 22 litrlik. Stiklanli eshiklarda bo'lgan, chorniy pigmentlar qo'shilib shoflari bo'lgan. Vichkalariga e'tibor beramiz. Vichkalarning освещениялari bor, vichkalari g'ishtdan bo'lgan, ichlari keramogranitdan bo'lgan vichkalar. Bundan keyingisi pechkani usti, bu yog'iga kunda ishlatadigan qozon qo'ysa bo'ladi, любой narsa qo'yib ishlatsa bo'ladi, bu yog'iga choy qo'yib qaynatsa bo'ladi. Buni ham eshiklari stiklanli, vichka bilan pechkani usti bilan qozonni vichkasi bitta bo'lgan, g'ishtdan bo'lgan, освещенияsi bor, svet hali ulanmadi, ulab ko'rsatamiz. Undan keyingisi mana mangalimizni tagiga mana qarasizlar, o'tin-potin qo'ygani. Mana eshiklari bor, chiqqa magnitga yopiladi. Agnipolniy g'ishta urilgan, uzuni 60 sm bo'ladi. Damashniy yog'och sopli shixlarda bemalol ovqat qilib pishirsa bo'ladi. Mayetiga e'tibor berasizlar. Ko'pincha ustalar bu yerga eshik qo'yib qo'yadi. Biz eshik qo'ymaymiz, ya'ni polностью rossiyskiy stilda qilamiz. Agnipolniy g'ishta bo'lgan, stillari o'zimizning stil. Undan keyin рабочий stoli ozgina bor. Undan keyingisi pizza pechka. Bu ham chorniy novar g'ishtlarda bo'lgan. Buni ham tagida рабочий zonalari bor o'tinga. Keyingisi 40 litrli qozon. Qopqoqlari ham nержавейкадан, stiklanli eshik, ustilari Angola Black keramogranitlar, 110 litrli qozon, oshga, ya'ni nima sho'rvaga, oshga, stiklanli eshik. Bu chekalarimiz Onyx toshlarida bo'lgan, ichi yonadigan tosh. Buni ham e'tiborga qaratamiz. Vichkalari g'ishtdan bo'lgan, ichi keramogranitdan bo'lgan. Buni o'sha patologlari bilan birga qilib berdik. Mo'rilari ham g'ishtdan bo'lgan. Hozir bitta obzorda o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar.